Bir kun uyg'onganingizda yuzingizni yarmi kulmay qolsa, bu insult emas, balki yuz nervining yallig'lanishi bo'lishi mumkin. Yuz nervining yallig'lanishi, ya'ni bosh miyada joylashgan 7-juft nervning nevriti hisoblanadi. Buni keltirib chiqaruvchi sabablar virus infeksiyalari, ya'ni gerpeslar eng ko'p uchraydigani. Xo'p, sovuq muhitda yoki iqlimda uzoq vaqt qolib ketish, stress hamda mahalliy qon aylanishining buzilishlari hisoblanadi. Ushbu kasallikning belgilari eng asosiylari 3 ta. Ya'ni yuzning yarmining osilib qolishi, quloq orqasida og'riqning, ya'ni sezgining kuchayib ketishi hamda ko'zlarning yumilmay qolishi. Qo'shimcha belgilari ham bor. Bular ovqatlanganda ovqat yoki suvning zararlangan tomondan oqib ketishi va ba'zi bir emotsional mashqlarni yuz orqali ifoda etishning qiyinlashishi hisoblanadi. Davolashda asosan dori-darmonlar, fizioterapiyalar hamda gimnastikalar, ya'ni kortikosteroidlar, viruslarga qarshi preparatlar, fizioterapiya muolajalari va eng asosiysi yuz gimnastikasi hisoblanadi. Ushbu nevrologik kasallik boshqa nevrologik kasalliklarga qaraganda yoz hamda qish fasllarida ko'proq uchraganligi sababli kuz fasli davolanish uchun eng qulay vaqt. Orangizda bu kasallikni asoratidan aziyat chekayotganlar bo'lsa, klinikamizdagi nevropatologlarga murojaat qilib, ularning tavsiyalarini albatta oling.